Bu programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Riyosatchi qarindishlar Nijat Vali Yaqubdan haminglarga suyunchilik salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyaning o'zimiz va o'zbek millatlarning esil taomlarini tunishtiradigan Ichil Dasxinin programmasi. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizda mundaq bir she'r bilan boshlashni to'g'ri topdim. Sap havoliq bo'stonliq Lopnurga kelib keting, huzurlanib jannatning fayzini surib keting. Umr cho'lponlari ko'pdir, ham suhbat bo'lib keting. Yulg'un guli ichilganda bir dasta tizib keting. Xo'sh, demak biz Lopnurliklarga oid tunishliq bo'lgan bu she'rdan Lopnurning naqadar go'zal, naqadar mehr otash ekanligini bilalaymiz. Shunlashqa biz texi tangsizilmaslar Lopnurliklar kentiga yetib keldik. Undaqda bugungi bir kunda bu joyda qandaq chiroyli hikoyalar yuz berdigandi, qandaq esil taomlarga, nozik ne'matlarga eg'iz tegdiganimiz. Agarda bunga qiziqsanglar, men bilan birlikda Lopnurliklar kentiga marhamat. Qadrli do'stlar, hamma joy alvaqchilikka to'lgan oltin kuz faslida Lopnurliklar kentiga kelganimda mening ko'z oldimda zoir bo'lgani o'xshashlar oltin rangli to'g'raqlar bo'ldi. Men bir tarafdan bu yerning go'zal manzarasiga mast xush bo'lg'ach, yana bir tarafdan nihoyat tezlikda bu joydagi to'g'raq buvoy deb nom olgan Hamidin akaning uyiga yetib keldim. Anglashlar qarag'an chog'da Hamidin aka bu joyda yashab o'tgan necha avlod Lopnurliklarning farzandi bo'lib, Hamidin aka o'zi tutib, o'zi pishirgan kavoplarning nomi al ichida tarqalgan ekan. Undaqda biz birlikda vaqtni chang tutib, Hamidin aka bilan salomlashqach, uning bilan birlikda beliq tutib, pishirib yeb ko'raylik. Assalomu alaykum Hamidin aka. Didor g'animat sizni ko'rib qo'shildik. Oxir sizni topdik. Bugun ham huzuringizga kelishimizdagi maqsad Lopnurga kelganimizda atrofdagi qarindoshlarimizdan kim kavob namidan o'qishdi desak, o'sha Hamidin bak o'qishdi deb sizni sabab qildik. Bizda ustalar bor. Shundami? Undaqda Hamidin aka biz bugungi programmamizda bir tarafdan sizning bolalikdagi chiroyli hikoyalaringizga quloq solg'ach, sizdan tajribalaringizdan anglag'ach, yana bir tarafdan o'z qo'limiz bilan beliq tutib, o'xshagan beliq kavob qilib yesak, vaqtingiz bormidi? Voy sizlarga vaqt chiqamam. Sizlar ata yiroqdan kelsanglar. Rahmat, mushunaq qarindoshlarimizning mehmon do'stligi, ko'ngilchaklikka bizni intayin xursand qildi. Undaqda vaqtni chang tutib, bugungi faoliyatimizni boshlab ketaylik aka. Qani, chiro. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yosinjon Yemaklik Cheklik mas'uliyat shirkati alayda qo'llagan. Hamidin akamda Lopnurliklar kentiga kelgan sayohatchilar bakli jiqqa. Shunda. Doim shunaqmi yokamda shunaq oltin kuz fasllarida? Hozirgi mush faslda jiqroq kelamdi. Shu 5-oydan tutib 5-oydan boshlab 11-oyning 10-gacha qadar odam shular ko'p keldi. Lekin hamda mening his qilishimcha hozirgi mush faslni Lopnurniki eng go'zal vaqti bo'ldi deyman. Butun atrof haqiqatan hamda biz shu materiallarni ko'rgandek, xuddi televizorlarda ko'rgandek oltin rangga, sap-sariq holatga keldik baklar kishini. Hayajonga soldik. Undan boshqa hamda ishnimanki bu yerga kelgan sayohatchilar xuddi bizga o'xshash faqat bu yerning go'zal manzarasidan, tabiiy ekologik muhitidan huzurlanib qolmasin, yana isil yemakliklarga, yerlik taomlarga eg'iz tiyoladi deyman. Masalan, nim tomoqlar bor. Bu yerda o'shaning asli urf-odat burundan nima qilib kelayotganish, mush beliq asas qilindi. Bu damnaka undaqda hozir ekran oldidagi ko'rmalar men bilan birlikda taqozolikda siz bilan hozir biz ko'rayotgan qiyiqqa o'ltirib beliq tutishga oldiryapti. Undaqda birlikda beliq tutamdik. Bo'ldi. Ajab yaxshi. Bugun palvon bo'lib ketadigan bo'ldim-da.
Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasining Nijat Vali Yaqub riyosetchiligidagi Ichil Dasxinin programmasi. Shu topda biz hozir Hamidon kam bilan birlikda biliq tutish faoliyatimizni boshlab ketdik. Hamidon kam bu asbobning ismi nima? Shashqoq. Shashqoq. Undaqda shuni biliq bevos sanitsak bo'ldi ekan-da. Undaqda safarimizni boshlab ketaylik hozir. Bo'ldi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Hamidon kam siz Mishada tug'ilib o'sgan shundaqmi? Shunday. Undaq bo'lsa, shu qiyiq haydashni, biliq tutish kichikingizdan boshlab o'rganib ketganmi? Shunday. Qancha yoshingizni boshlab o'rgangan? Ish qilib shu 7-8 yoshlarda boshlab. Kimdan o'rgangan? Buvimizdan ham, o'zimizning atamdan. Mening bilishimcha, lopnurliklarga nisbatan shu biliq iste'moli kunlik iste'molning muhim qismiga aylanib ketgan ekan. Shunday. Kunda biliq yemsizlar? Asosan hamda hozir hamda bir kun yemisim bo'ldi. Burungi shu o'tganda o'chaqda shu ochliqlar bak oz mazgillar bo'lgankin. U vaqtlarda cho'qim shu 3 vaqtlik tomoqninki o'rnida bo'ladi. 1-2-3 g'ayrat qiling. Vah! Avaylan. Hem siz jing turing ha? Ma'qul. Yaxshi. Vah, nima degan yo'g'on? Siz shu beliq tutqandimi, ko'rganmi? Shundaqmi shu kemigimni chiqib baqqanmi? Biliq tutqanni ko'rgan, televizordan chiq ko'rgan. Men kichikimda sizlarga bak havas qilatdim-chu. Doim suvning ustida yashaydi ekan, har xil biliqlarni tutib, shundaq baturga uning ustiga obyon qilib bir qillablan biliqlarni tuta oladi ekan deb ko'rgan, lekin o'zim qo'l silib sinab baqmagan. Amdilik bog'chilarda, iliq yog'larida biliqlarni tutib baqqan. Lekin menimcha bu haqiqiy bir azmatlarning turmushi, haqiqiy o'g'il bolalar cho'qim qilib beqishga tegishlik yoki beshidan kechirib beqishga tegishlik bir xil turmush tajribasiga o'ylab qoldim. Ay beliq turdi. Sen asta aqış ketdi. Dal sanjang ha. Sal yana aldınız tarafga qilib. Bo'ldi. Sanjiding. Rasmiy sanjiding. Bek yig'irga. Bek yig'irga. Og'zimda teshib yutibdi. Bo'ldimi? Qancha nomer? Buningmi? Men qancha nomer berasiz? Sizgami? 70 nomer bersak, xatosan chiqib qo'ydim. Nimishqa? Buni aslima zed bo'lib ketdi. Bu o'ttiri. Shu beliqning-chi? Mana, musha sanchilsa dal. Ma ikki tarafi bu qo'g'utg'ichi. Cho'qim musha sanchilsa, biz bunda qarab biqib. Va beliq sanchigan odamni beliqchilar kelsin, bunda sanchigan beliq qarab. Ma beliqchi deymiz. Ama sizdek sanchib qo'ysa butunchisi ekan, bu beliqchi emasga deymiz. Shu biladigan bir. Lekin ama nisbatan nasıl yaxshi hisoblangandan? Maqtamay ko'rman do'stlarning oldida. Yomon emas. Unda qo'ysamdik biz bugun xeli yaxshi biliqni xeli obdan tutibdik, xeli jiq tutibdi. Hozir qani 6 ni tutibdim. 6 tal biliq tutdik. Endi bu biliqlarni qanday pishirib yesak bular? Hamda sizlarning shu yeyish usullaringda hamda eng yaxshisi kebab qilib beraymi? Yaxshi bo'ldi. Hozir og'zimga seriq suv kelib ketdi. Chunki men anglagan ham ko'rgan shu lopnur biliqida kebab qilib yesish pek yeyishlik bo'ldi. Pek adamning ishtahasini ochadi. Tasvirliksiz lazzatli deb anglagan. Shu Tarim daryoning shu sag'argan to'g'roqlarning g'azonlari shuningga yo'piroqlari tushib shuni yeydi. Shuning uchun buningda bir xil ta'm bo'ldi o'zgacha. Nihoyat quvvatli bo'ldi. Adabsizlik olsun so'rab qo'yay, bu yil qancha yoshga kirdingiz? Men 60 ga kirdim. 60 yoshga. Lekin bakil tiyman ekansiz. Shunday faoliyatlar bilan kunda shug'ullanib turg'ashqa salomatligingiz yaxshi ekanda. Shu endi halqa o'sha emgak bo'lmasa adam ishtiq qaraydi. To'g'ri dedingiz. Harakat barakat degan shu. Harakat barakat shunday. Undaq bo'lsa Hamidon kam deb biliq tutishni o'rgandik deb ekologik muhitimiz ziyon selib amayli o'zimizning ishtoyimizga qarab tutaylik biliqni. Menimcha hozir mana cho'ngidan qani 5 ni tutdik shunaqqa. Parong bilan bo'plarmi xeli jiq biliqlarni tutibsiz? Men birini tutdim. Undaq bo'lsa hamda mush biliqlarni pishirish bosqichiga qadam qo'yishdan ilgari, lekin men yana qiyiq nima edi paqim kelyotdi. Meni jiqtiryapsiz. Men amalda tirishman. Agar jiqtirsam ranjimaysiz. Siz dastlabda aytgan chaq jiqti yutib baqqan boshqalarni. Jiqtda. Bu atamda? Bo'lyapti. Mana uramdan ixni. Qo'rqma ya. Mening jiqilib ketmaslikim uchun ekrandagi ko'rman do'stlarning oldida xijilchilik qilmasligim uchun yordam qilganingizga ko'p rahmat. Unda qolsa, endi vaqtni chang tutib, kebab pishirish bosqichimizga qadam qo'yaylik, bo'lamdi? Ma'qul.
Bu programmani Şinjan Ehsan mayçılık çekiliş şirketi alayda qo'llagan. Hamdın kamda bu biliqlarni biz kovab qilish uchun yana gulxon qalaymiz shunaqo. O'tinlarni yig'ib, hamda u o'tinlarni mishadik yana o'simliklarni olmish daraxtlarni. O'sha to'g'roqmi? To'g'roqniki. To'g'roq asas qilib. Ha, to'g'roqniki o'tida pishgan kebab bek yeyishdi bo'ladi. Eng ibtidoiy, eng burunqi, eng tabiiy holatida. Deb bakamdoq. Siz kichik vaqtingizda cho'nglar siz qilib bergan shaklda pishirib bering aka. Bo'ldi, anda qo'z tuzi bilan pishirib bering. Ajab yaxshi, lekin buni tozlamaydi hamdo. Yo'q, buni tozlaymiz. Qanday tozlaydi? Shu subayya tozlaydi. Subayadlam adali yutum shunday. Adalab, endi buni yerib, zixni o'tkazib, endi o'tni qilib qoqlaymiz. Bo'ldi, boshlab ketaylik. Boshlaylik. Hürmetli görmän dostlar, görüyatqanlar Şinjan televiziya stansiyasının Lopnurluqlar kentida suratga ilinayotgan ichildasliqning programmasi. Endi amdin kam hozir nihoyatda zo'xshoq bilan nihoyatda tez sur'atda biliqlarni tozalayotdi. Endi amdin kamda mening bilgim kelyapti, biliqni qanday qilgan chog'da ham tez, ham pokizda tozaligi bo'ldi. Buni shu biliqni, yangi Naq maydonda tabiatni tutdik mana. Tutgan vaqtimiz intayin mo'yim. Shu chaqda mana dal qilsak bu qasraqlari bu ajrab mana. Pak chiqib ketadi endi bu. Qurib qolmagan vaqtida yaxshiroq bo'ldi. Undan boshqa yangi biliq tozalayotgan do'stlarga samimiy eskartishimiz shuki, cho'qim qarisiga sirkaymiz shunaqa. Qarshi yo'lnishga qilsak undan keyin ajrab chiqdi ekan. Shunda beliqninki masalan tutgandan keyin diqqat qildigan ishimiz beliqni cho'qim beshi bilan ko'tarishimiz kerak. Undan sonra mening tutdim to'g'ri. To'g'ri bo'ldi. Quyruqdan tutib oldi. Bunda tutsak buni teyilib turishi mu bir gap, ikkinchi buning o't yenib ketadi. Bu o't eng ochiq narsa. Shunda bo'lgandan keyin beliqning ta'mini buzib o'tadi. Shuning uchun cho'qim beliqni beshidan ko'tarishimiz bu eng muhim. Demak, endi bu nuqtani alohida diqqat qilib qo'ysak o'g'idek. Yerlik beliqlar. Shunda haqiqatan yo'g'on go'shtga. Mana. Rasmiy mana semiz bu. Yog'li chiqdi bu. Mana. Buning ichidagi bu yer hozir bu shu 3 oy bu. 3 oy. Mana. Bu mundaq bir tamsil bor bu yerda. Shu beliq o'pkisiga nima quyib yegan lopluqlar deydigan bir tamsil bor. Shu bor, endi shu bor. Bu gapni nurg'un odamlar mana bu yerda buni aynan nimasini deb beray. Bu ayni vaqtida. Masal yo'q, xalti yo'q. Haliqi bizniki nima qachilaydigan. Uçaklarda bu Çin'e deyimiz haliqi bir narsalar bo'lmaganken. Bu yo'g'on beliqniki mudo chiqdi. Chiqqandan keyin buni mayadan aldiga kesib, mana mayadan kessak, mana qarang. Mana mayadan kesib atdik, masalan. Mana mayadan kessak, bu mana bir yo'g'on bir xalta bu. Mana xalta o'xshaydi. Buni mashinaga qachlaydi. U odamning kallisidek chiqdi yo'g'on lo'qlardan. Bucha, aynan buni qachlaydi. Qachlagandan keyin buni shu vaqtlarda ochliqqa kelgili bu yer bug'doy termagandagi korlar, kucha, ashalarga olib turdi. Apasa buni ham usuliga dayzomgan mashina qachlaydi. Qachlab, og'zini bo'g'ilib, buni apmag'di. Mangandan keyin u yerdagilar so'rab, ma korulning odamlarga basib, u qo'niga kelganlarni berib so'rasa, va bu nima desa mashina quygandiga pah. Bu korul, bu lopluqlar beliq o'pkisini quyib yegan deb, mana mashinadan tamsil qilib, shunaqa bu shunaqa qilgan. Ayni vaqtida mashina 3 oyni mashinaga selib, haliqi ilag'inlarga amanda apirib, amani sayya deb apirib yurib, buni haliqi boshqa sirtdan kelganlarga bu nima desa o'pkisini quygan to'q degan. Ayni vaqtida quymaydi, amaniga qachilagan. Shunaqa, vo, beliq o'pkisini quyib yegan lopluq. Demak, ham ba'zi bir maqol tamsillarning kelib chiqishiniki o'zining bir orqa ko'rinishi bo'ldi, ha. Shu gapniki bu o'ziniki bir hikoyasi bor ekan o'ziniki. Yasinjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana Qaydo shirkatining Pintoz zavodiga kelib qoldik. Qaydo Pintozlari turli isil xom ashyo va ilg'or texnika bilan sifatli, ta'mlik ishlanib, xalqimizni so'yindirmoqda. Bu Pintozlar ishtahoyimni ichib, hozir yeyim kelmadi. Hozir hamma uy oshxona restoranlarda Qaydo Pintozini yeydi ekan. Bu Pintozlar xuddi tutganim tarsidek. O'zim topgan lag'mandek. Qaydoni obdan bil, Qaydodu dema. Isil Pintozi Qaydoda, endi ham yema. Qaydo Pintozlari.
Hörmətli görmən dostlar, Şinjan televiziya stansiyasının Lop Nurluqlar kəntində görünüşkə ilib İçildasının proqramısı hazırına ait qızğın keyfiyyatı davamlaşatıdı. Şu tapda biz Hamidun haqqı bilan birlikdə tutub gələn beliqlərimizni parçalab bunu kavab qilishqa tutuş qildıq. Hamidun kam həqiqətən nəhayət qulu gül ustikə, nəhayət çaqallıq bilan beliqlarning qarnını yerib, onun zıq ötkizish basqıçını başlab getdi. Hamidun kam bu basqıçını tamamlash üçün biz aldı bilan qarnını yerib almız beliqni, şundaqmi? Şundaq. Zıxni ötküzümüz. Bu zıxni ötküzüşdeki məqsəd beliqnin göşünü tutup durdu. İkinci birisi kərilib su otqa, otun tavığımdan buldu. İkinci birisi yulğun, bu yulğun mənə hazır mı şu? Bizning ağzımızda tayyor materiallarda tabiiy. Bununki bir xil o'zgacha ta'mi bor. Shundami? Buningki masalan bu yulg'unninki alohidligi, dorilik roli bu intayin yuqori. Buni qanday desangiz, masalan yurak sanjig'i bor odamlar yulg'un yelimini shu zamonda ishda to'xtaydi. Bu haliqi ig'izga sağan doğrudummi bak ishtik buni tezlik. Tezlik nimasi bak ishtik. Kavab bir narsalarni yulg'undagi bir xil ta'mi bor, buningki bir xil doğruluq roli bor deb qaraysiz. O'zgachimizlik bo'ldi ekanda. Lekin men o'ylab qoldim, endi biz odat kavoblarni zixda, ya'ni temir zixlarga o'tkazib beramiz-ku. Bu agar kuyib ketib qolsa, beliqninki ta'miga ta'sir yetkazmamdi yoki bu boshqa xil usulda pishiramdiq ya. Qaysin deysiz hujuma? Beliqni. Bu ko'ymaydi. Ko'ymamda. Bu yo'l emasmi? Yo'ymaydi. Bu yo'l, ya'ni endi darhol ushlab ilingan zixlar bo'lmaganligi uchun ko'ymaydi ekan. Ko'ymaydi. Yana birisi bu, ikkinchi birisi go'shtning ichida turadi emas? Bugun biz tutgan bu beliqlar xili cho'ng beliq hisoblanaganda. O'tir halamdi. Burunqi bunda beliqlarni ko'rsak, mana bu qo'rini yesin buni deydik hamda. Hozir o'zimiz yeydigan bo'lib ketdik. Demak, hozirgi nisbatan ham xili bo'lib qoldigan beliqlar hisoblanadi. Demak, ham bu gapingiz qaragancha burun Abay bizga deb berganda 30 kiloluk beliqlarni tutib kelib qolibdi ekansizlar. Shu yo'g'an, cho'ng bo'lmasa, sen bu qo'rinidan tatib olsa, mana zangli qilibchi. Bunda beliq tutib kelsak, ota-onamiz mana qo'rinidan tashiyotgan beliqni chiqib keldingmi yo tutib keldingmi deydigan bunda gaplarmi chiqibdi shu. Endi omdinka bizning programmamizdan bundaq bir kichikina bir sahifasi bor. U sahifasi nima deganda bizning programmamizni taklif qilgan sizga o'xshash aziz, hurmatli, muhtaram mehmonlarimiz bir tarafdan o'zi nihoyat tunishlik bo'lgan tamoqni aytib bergach, yana bir tarafdan bizga o'zi ayta oladigan bir naqshini aytib berdi. Alsaq siz ham naqsh ayta oladi deydi. Men shuni qilmoqchiman biri. Undaqda bir tarafdan bizga g'ingshig'ash, o'zingiz yaxshi ko'radigan bir naqshni aytib beramsiz. Hamda biz Lopnurga keldik, sizning bu o'xshagan qoplaringizga eg'iz tekkash, yana biror padim shu Lopnurning naqshlariga quloq solmasaqmi? Bo'ldi. Bilmegenni bildirip, uqmaganni uqturup, qachon qo'lga olursiz bu ko'ngilni tindirib. Demetlikler içide taşlip etmen sındırıp. Taşlip etmen sındırıp, yürek boldi çekbare, sizi salgan otunuz meni kıldı evare. Rahmat, menimcha ekranidagi bizningki suyimli ko'rmanlarimiz naqshangizni anglab cho'qib men bilan birga chavak olqishlar yangratdi. Rahmat aka. Jo'shqinlik quvvatdan keladi. Jo'shqinlik yoshlikdan keladi. Jo'shqinlik erkandan keladi. Men o'zimga ishonaman. Erkanga ham shundoq. Hem de beliqni shunday qilib boldik-ku. Ham buningga cho'qim tuz sepishimiz kerak. Bu yerdan sizga dedim-ku, men o'zimninki nima bo'yicha tuz qilib pishirib beraman-da. Chunki men tuzni hamda o'shunda yo'l vaqtida buni sepyapmiz. Chunki go'shtga oldidan sepib qo'ysak, go'sht qattiq bo'lib qoldi. Shundoq. Chunki men beliq bu suvda yashagan narsa, buni shu hozir tuzni besib etib, andin kebab qilishga boshlaymiz. Shunaqmi? Buningga ishlatilgan tuz odat biz uyda ishlatilgan osh tuzi bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Alayda boshqa tuzlar bo'ladimi? Ba endi hozir shu tuzlarga yuzilinib ketib qoldik. Bo'lmasa biz shu bunday qilib ko'lchaklarga yig'ilgan sho'riyalardan shuni kelib shu tuzni ishlatdik hamda. Hozir ham shu tuzga yuzilinib ketdik. Bo'ldi shunaqmi? Bo'ldi. Ma tuz hamda sap hamda yaxshi tuz bu. Tuz emasmi?
Buldu amdan kandaqda axırda yana 2 tal beni qapdı. Siz bilan birlikdə mən qolsaq işləp Bir qilib baqqan bo'lsangiz degan. Buldu ma'qul. Yuqoridan sizlar qilganingizda ko'rdim, lekin sal jiddiylashyaptimi? Siz kuliblam jiddiylashtiriib barsiz odamni. Shundaqmi? Avval pichoqni ishga uramdim. Ma boshdan. Yedim. Urma. Shundaqmi? Vah. Mushkildagi bolalar sal kuch oz bo'ldi-ku bilakda. To'g'rimi? Urduq. Sal boshroq salamiz. Kuchim xili bojimi? Men degan shu arab tilida 8 kun chiniqima. Endi mushani ajratasiz, yani. Musha ikki yani ajratasiz. Chaq urma shunami? Endi siz zodi rasmiy menga shagirtga yaraydigan bo'lib qaldingiz ko'rib. Qamlashdimi? Qamlashdi. Mana endi rasmiy bo'ldi. Endi mushani mushuni ko'rib oldingiz, mushlar yerib o'tkazsangiz. Hozir bu aslinimi, yarimiz shunaqmi? Peyanimi, shunami? Endi yerib atmasak, pishmaydimi? Shundaq. Ikkili tarafga uramdim. Ikki tarafga. Ashada bir cho'ng bir ustixon bor. Shuni hozir omdinkam meniki shu pichoq tutishimni esa yaratmayotgandek qildi, lekin amaliyotda shu ichildasiqning programmasi yo'l qo'yilgandan buyon men qo'yim suy paqtim qarang. Xili jiq tajriba saboqli qolib qoldim. Ammo shu narsaning hammani o'g'il bola nima manda qildimi kerakmi? Boshqalar so'yib qo'yib, bunda yepib qo'yib, siz dastta bunda ochdi. Ketaymi? Yo'q, undan emas. Shu programmani ko'rgan bo'lsangiz chiqim biladi. Birinchi qilmishlardan boshlab o'tkazamiz. Baş tarafdan. Ish yerdan shunaqmi? Mana. Qo'y so'yguningiz bir aska. Ishondingizmi? Ishondim. Bizning bu programmamizmi mana shunday faqat do'stlarga yeyishla emas, o'zi qo'l silib etib turib yeyish. Qatorliq texnikalarni Pek yaxshi ekanmi sizlarning o'sha? o'g'itish. Chunki bunday bo'lgan chaqda biz shu etayotgan tamoqimizning qadriga, yeyotgan oshliqimizning qadriga texnik yetimiz deb o'ylaymiz. Shundaqla albatta o'zi qo'l silib etgan tamoq texnik yeyishlik bu da shundaqmi? Texnik pokiza, texnik ishonchlik. Shunaq. Avnaga siz yuqorida bizga o'zingiz yoqtirib aytgan Lopnur xalq naqsini aytmadingizmi? Hamma bir Lopnur xalq naqsini bilmay turadi. Qizil gulim degan naqsha. Voy! Xudo xolasa bir tarafdan biz bu mashg'ulotimizni davomlashtirgach, bir tarafdan menga bir qo'shiq aytib bersin. Men shuni yasab olmasam. Aytdim unda olsa. Bo'ldi. Qizil gulim qarchug'aning balasi qandoq qilay ey ko'zimning qarasi. Qanat yasab uçup barsam yanınga saqiyar idi bu yürekning yarası. Ondaydı. Doğru aytdingiz. Siz zodi sizni mishadin berib aytsangiz siz Lopnurliqmi? Degidek. Shundami? Hozir men do'pildir bilan texnik yarish ketdi. Unda bo'lsa hozir qaqlashni boshlab ketamdi. Qaqlayli. Sizmi? Bu yoqdek o'tkazganni siz birini qaqlang. Bo'ldimi? Bo'ldi, asosan bo'ldi. Oldiga jiqilib ketmagandek bo'ldi. Shunday qilmasak, ma bu beliqimiz bo'lmaydi ekan. Mana-chu, meyadan qilaylikmi? Oy. Mana. Endi beliqlar pishishga boshlaydi. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Hozir biz tayyorlagan bu beliqlarga hech qanday boshqa sun'iy materiallar qo'shilmadi ya, tantanishli qurishlar, faqat tuzla. To'q buningga. Undan boshqa hozir ekradagi do'stlarimizni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Buni o'zining miyi chiqib, hozir paraslab, kuyayotgan shu to'g'raqning ustiga tushib, shunday bir xil odamning ishtahasini ochadigan bir manzar shakllandi hozir ko'z oldimizda. Buniki qarasak, ancha o't ancha jiqilmaganda qildi, harorat xil kuchli bo'ldi-ku. Hozir bir şey turibmi? Qizyapmiz, qizib ketib boramiz. Endi bu odatda shunday sanjib qo'ygandan keyin o't tayingan holatida o'tning haroratida qancha vaqt pishadi? Buni
Endi hozir mushu beliqni 20 minut atroflarida pishadi. 20 minut atrofida pishadi. Ha, shunday atrof. Lekin biz endi yo'g'on haliqi 5 kilo, 6 kiloluk beliqlarni o'yindoq o'tqa qaqlab qo'yib, taz yiroq qilib taz bilan qaqlab qo'yib, beliq tutqili ketib, qo'saq ochqanda kelsak bu pishib tayyor bo'ldi. Vah, 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 vah. U bir xil. U vaqtdagi lazzati boshqacha. Shunday. Hozir men hamon yegilerim kelib ketib bordi, tasvirliksiz lazzat. Balki menda uzun yil shu beliqchilik bilan shug'ullanganliginglar, shundaqla uzun yil beliq iste'mol qilganliginglar sababidan bo'lishi mumkin. Olsam shu lopnurliqlar beliq yegan chog'da nihoyatda ishtaha mazza bilan yeydiki, bir tarafni yegash, bir tarafni og'izlam qiltiriqlarni ajratib chiqarib yetalaydi deydi. Shundaqmi? Endi u haliqi kichik ayni bunda o'milab yurgandimi? Shu beliqni yeb o'rgangan keyin. Rost. Cho'qib chiqaryapti. Qo'lda tutishning yeb chiqaryapti. Jog'idan. U kichik vaqtida yegan endi. Buningdan haqiqatan shu beliqchilikning, ya'ni beliq iste'molining sizlarning turmushinglar bilan, ya'ni endi lopnurliqlarningki turmushi bilan naqadar chambarchas bog'langanligini bilib olg'ili bo'ldi. Shunlashqa bu haqiqatan sizlarningki turmushinglarning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Hozir yana pishirgan bir 5 minut qoldi deyman. Qarsak hozir bu pishgan seri rangi oqarishga boshlaydi oq tarafidan. Shunday, qarisi qarib, iqi oq bo'lib. Hozir endi shu yaxshi ta'mlik pishirish uchun o'tdan sal egiz qo'yib qo'ydik. Endi bir tezroq pishirish bo'lib qolgan bo'lsa, sal yana azroq aytib olsak, vaqtida kuyib qoldi. Shunday yaxshi pishmay qoldi. Hamnikamda maydonga ma'lum lopnurliqlarning yana uzun umr cho'lponlari degan ayt chiroyli bir nomi bor. Demak, endi bu nomdan biz lopnurda uzun umr ko'rgan bizning peshqadamlarimizning, cho'nglarimizning ayt ko'pligini bilalaymiz. Jumladan yuqorida sizlab o'tgandek qarshi siz o'zingiz 60 yosh kirdim degan bilan amaliyotda Amdli 30 ga kirgan qarshidek turibsiz. Rahmat. Endi mana shuningdek sizlarning jo'shqinliklarini, yoshliklarini, tan saqliqlarini saqlab turishinglarda shu doim beliq iste'mol qilishinglarmi sabab bo'lib qolganmi? Sabab bo'ldi. Masalan, bu insonning-chi eng shu o'zi yoshga kirishdiki ishda ikki narsa, bu inson tenidagi ikki narsa eng muhim narsa. Hapshiq andolaydi. İki narsa eng muhim narsa. Birisi oshqozon. Oshqozon. Birisi qon. Shuningga beliq yegan odamning oshqozonidan chatoq chiqmaydi. Yana birisi shu beliqningki masalan 500 yil, 1000 yil bo'lgan ustixonlarini so'qib yesa, burunqi shu hozir men rak kasal deydi. Burunqi jal kasal. Mana shuni shu foyda qila oladi. Bilak narsa buni foyda qila olmaydi. Mayli beliq iste'moli bo'lsin yoki bir kundagi normal shu vaqt tamoqdagi umash iste'moli bo'lsin yoki siz degandek har xil tabiiy o'simliklarning iste'moli bo'lsin, bularning hammasi lopnurdagi odatdagi taomlar hisoblanadi ekan. Shunlashqa tenini ayt salomat. Shundaymi? To'g'ri. Mana pishibdi. Xo'sh, ehrodagi ko'rman do'stlar. Ichil dasxini programmamizning Lopnurliqlar kentida suratga ilinayotgan bugungi soni oyoqlish oldida turgan ushbu minutlarda biz qoqlab pishirgan beliqniki xush hidimi bizga o'zgacha huzur ato qilmoqda. Balkim bizning bu san programmamiz ekran oldidagi sizlarga o'zgacha estetik so'q ato qilgan bo'lsa kerak. Undaqda keyingi san programmamizda Nijat sizlar bilan birlikda yana qanday o'xshagan tamoqlarni tayyorlashni o'rgangandu. Agarda bunga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli keyingi san Ichil dasxini programmamizda bo'lsin. Qarindoshlar, undaqda keyingi san Ichil dasxinim oldida yuz ko'rishgacha xayr xo'sh, aman bo'linglar. Buldaka, undaqda siz apiramsiz.